chetga chiqib ishlab kelganiga shu o'g'lim ham shu yerga qolsin deb shu ishni boshlaganmiz. Hozirgi kunda mana mahallamizdan, boshqa mahallalardan ham borlar olganmiz ishga. Uyga ham beryapmiz ishlashga, magazinlarga tarqatamiz, klinikalarga zakaz beradilar, tikib beramiz. Bozorlarga tikib beramiz. Zakaz olib, kim qanaqa zakaz qilsa, o'shanaqa qilib tikib beramiz. Bir kunda 100 tadan oshiqroq chiqaramiz. Ba'zi kun 200 ta ham chiqaramiz, ba'zi kun 300 ta ham chiqaramiz. Zakazga qarab-da, zakaz kelaversa chiqaraveramiz. Trust bankdan imtiyozli kredit olganmiz, ancha bizlarga yordam bo'ldi. Shu bilan ishimiz asta-asta yaxshi bo'lib ketdi. Yana ishchilar olamiz. Chetga chiqmasdan ham shu yerga ishlasa bo'ladi. Boshida qiyin bo'ladi, hammasiga chidash kerak-da. Bizlarga ham qiyin bo'lgan, boshida qiyin bo'lgan. Bitta ikkita rulon bilan boshlaganmizda ishimizni. Niyatlarimiz bor, seximizni kengaytirishga rejalarimiz ko'p.